Potter 3-tip, ya'ni autosomal dominantniy polikistozniy bolezn почек degan kasallik bor homilada. O'sha qanaqa ko'rinadi, tushuntiraman hozir. Pochkalarning pustloq qismi, korkovoy qismi giperechogen, echogenligi oshgan bo'ladi. Mana. Va bunda ko'pincha so'rasangiz aytadi, menda bor yoki onamda bor, yo otamda bor, yo amakimda pochkasida kista bor deb aytadi. Bu zararsiz. Lekin homildorlik vaqtida kista shaklida emas, mana shunaqa echogenligi, korkovoy sloy echogenligi oshgan ko'rinadi. Homildorning o'zida ham mana ko'ryapsiz, pochkasida, bu homildorning pochkasida kista. Agar surishtirib ko'rsa, yana oila a'zolarida kimlardir bo'lishi mumkin. Bu izlanadigan va zararsiz. Ya'ni mana bu homilada ham qachondir kistalar paydo bo'lishi mumkin va u bezovta qilmaydi. Ya'ni Potter 3-tip deb aytiladi yoki autosomal dominantniy polikistozniy bolezn почекni homildorlik davrida ko'rinishi. Mana shunaqa. Ya'ni ko'ryapsiz, korkovoy qismi